Gilaslar cho'ng'ishda boshladi. Mana ildetlerini tashlashda boshladi. Mana qog'oni qolib, ajrata turgani ajrali bo'ldi. O'shog'i hurmatli jamoat. Mana suvdan berishga unut qog'lar. Hafta buyog'i xudo xolasa gilas pishga cheyin iloji boricha ostini nim saqlagani harakat qilaylik. Asti qurg'ab qovashi kerak. Iloji boricha nim bo'lib tursa, xudo xolasa mana shu gilaslar o'zi cho'ng'ayib pishdi boshlangan. Tariqqa qo'ydik. Suv bo'lsa 1 kun, 2 kunda yarim soat, 1 soat qanday nasosdagilar bo'lsa, shunda yoqib qo'ysa, abdan yaxshi bo'ladi. Suv qo'yish kerak. Mana boyag'i lavuşkalarimizga nimalar tushibdir. Oho, mana pashshalar tushibdi, ko'palaklar tushibdi, yana boshqachalar tushibdi. Buni beramiz, xudo xolasa. Bulardan analiz qilib ko'rishadi. Manlargacha. Bu qishda ketish qopdir. Mana uychaga. Uychagada uni kapalaklar tushibdi. Shu hurmatli bog'bonlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar, ishlaringizga igilik, cho'ntaklaringizga Alloh baraka bersin. Video yoqqan bo'lsa like dan bosasiz, podpiska etmaganlar podpisatsiya etib qo'yasiz. Sog' bo'linglar.